Taniqli aktrisa Yulduz Rajabova kimga turmushga chiqyapti? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Jahon va o'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova yangi serialning suratga olish jarayonidan suratlar bilan bo'lishdi. Taniqli aktrisa Shohida Uzoqova arxiv suratlarini sahifasiga joyladi. Suratda kichkina Alisher Uzoqov va uning singlisini ko'rish mumkin. Aktrisa Yulduz Rajabova hayotidagi quvonchli voqea haqida muxlislariga so'zlab berdi. U Mendirman Jaloliddin serialdagi partnyori Emre Kiviljin bilan unashtirildi. Taniqli boshlovchi va komik aktyor Botir Imomxo'jayev o'g'lini uylantirdi. Aktrisa Nigina Jabborova sahifasi uchun yangi fotosessiya tashkillashtirdi. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovga shogirdlari Umra yo'llanmasini sovg'a qilishdi. Elardog'dagi san'atkor ushbu ehtiromdan ko'z yoshlarini yashira olmadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.